Qaranglar, yangi sotuvga kirgan sotuvchi mijozga bitta yo ikkita telefon qilishi o'zida sotuv qilmoqchi bo'ladi va odatda shunaqa vaqt sota olmaydi. Nimaga desanglar, misol uchun mana yangi sotuv kirgan bo'lsangiz yoki sotuv kirmoqchi bo'lsangiz, birinchi telefon qilinadi mijozga va o'sha vaqt o'ylab ko'raman yoki keyinroq aloqaga chiqing yoki nimadir bilan xullas suhbat qolib ketsa, shu bilan sotuvga amalga oshmaydi. Yoki mijoz men bir hafta 10 kun yo'q qanchadir o'ylab ko'raman deb bunaqa mijoz odatda esdan chiqariladi. Endi mana shu muhim savol, o'zi bitta sotuvni amalga oshirish uchun statistika bo'yicha necha marta mijoz bilan kasanya deymiz. Mijoz bilan bizning o'rtamizda qanaqadir muloqot bo'lishi kerak. Eng qizig'i bu 10 martadan 12 martagacha muloqot bo'lishi kerak ekan. Hozir buni kelinglar bitta-bitta yozib ko'rib chiqamiz. Xo'p, qaraylik, endi mijoz bizdan nimadir sotib olish uchun o'zi qanaqa kasanyalar boyatib o'tgandek bizlar bilan qanaqa bog'liqlikni amalga oshiradi, shuni ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda mijoz bizani tasavvur qiling, Instagramni ko'rdi. Instagramni ko'rdi-da, Instagramga kirib, keyin storieslarni ko'rib chiqdi. Storieslarni ko'rdi. Undan keyin mijozga bizani reklamamiz chiqdi. Misol uchun target reklama. 4-inchisi misol uchun o'sha Telegramda reklama ko'rdi. Telegram. 5-inchisi bizani do'sti. Misol uchun qaysidir do'stidan eshitdi bizani. Keyin 6-inchisi kommentlarimizni o'qib, kommentlar o'qiydi, o'sha bizning Instagramda, YouTube'dagi har xil joydagi kommentariyalarimiz. Keyin misol uchun 7-inchisi YouTube videolarimizdan ko'radi. Undan keyin misol uchun 8-inchisi bizani kirdida qiziqib, misol uchun ariza qoldiradi. 9-inchisi menejer bilan gaplashadi. 10-inchisi folni qilib aytganda o'sha siz tashlab bergan ma'lumotlar bor, to'g'rimi? Gap suhbatlashgandan keyin ma'lumot tashlab berasiz. Shu ma'lumotlarni ko'rib chiqadi. Undan keyin yana qayta target bor, yana reklama ketaveradi. Xullas 10-12 ta kasaniyada mijoz sotib olarkan. Tasavvur qilsa, to есть siz qilayotgan ish, ya'ni menejer bilan gaplashayotgan bo'lsangiz, bu bitta yo ikkita narsaga maksimum ta'sir o'tkaza olasiz. Lekin mijoz sotib olish uchun shuncha narsani o'tib keladi. Har xil joydan kasaniya bo'ladi, reklama 2-3 marta ko'radi, bitta mijoz sotib olish uchun. Keyin sizga misol uchun mana yana bitta 11 da yozsa bo'ladi, feedback. Bu siz qilishingiz mumkin bo'lgan ish. Misol uchun mijozdan feedbackni tashlab berdingiz. Keyin shunaqa mijoz bilan ishlab, shunaqa mijoz sotib oladi. Endi eng qizig'i, odatda mana yangi kirayotganda yoki yangi kirganda bo'lsa, oramizda bitta yoki ikkita suhbatda sotaman deb o'ylaysizlar va bu katta xato. Mana shu yerda o'zida ham odatda 5 ta yoki 6 ta telefon suhbatda sotuv bo'ladi. Bu bizning 4-5 yillik kuzatuvimiz. Tushunasizlar? Ya'ni 5% mijoz birinchi, ikkinchi suhbatda sotib oladi. Lekin 90% mijoz 3-dan 6-suhbatga sotib oladi. Va ularning o'rtanchasini to'g'ri keladigan 5-yoki 6-da bu telefonda 2-3 marta gaplashasiz, Instagramda 2-3 marta yana qaytadan suhbat ochaverasiz. Suhbat to'xtab qolsa, ana o'sha holat inobatga olingan. Ya'ni siz bir martagina yoki 2 marta gaplashganingiz mijoz o'ylab ko'raman yoki keyinroq gaplashaylik yo nimadir deb javob bermay qoladi, prosta ignor qilishadi. Bu normal holat deb qabul qilinglar-da. Shu 5 ta 6 ta gaplashganingizdan keyin ham umuman sotuv bo'lmasa, keyin tan bersa bo'ladi. Tushundinglar? To есть shu narsalardan o'tganingizdan keyin ham sotuv bo'lmasa, biz qo'limizdan ko'tarmaymiz mijozni, o'sha keyinchalik sotib oladi yoki sotib olmaydigan olib qo'ysak bo'ladi. Lekin ungacha 1-2 marta gaplashganda sotib olmasa, depressiyaga tushib olmay, bu narsani normal qabul qilib, sotuvni davom ettirish kerak. Va boya aytganimdek 5 marta 6 marta gaplashgandan keyin bo'lmasa, unda okey, tan beramiz. O'zi ko'pchilik ham ayni mana shu joyda men sota olmayman deb sotuvdan chiqib ketadi. Xabaringiz bor, bizning Hunter Academy bor, sotuv menejerligini o'rgatish bo'yicha va bu narsalar hammasi o'z aslida sotuvchiga oldindan o'rgatilishi kerak. Va aynan shu narsani biz sotuv menejerlik dasturimizda o'rgatamiz. O'zi bu narsa qayerdan kelib chiqqan desanglar, bizda misol uchun Hunter Academyda shu paytgacha 200dan ko'proq o'quvchi bitirib chiqqan bo'lsa, 30% bizada
nazariy bilim, nazariy va 70% amaliy. Ayni o'sha amaliy bilimni ichida mana shu narsalar kelib chiqadi. To есть gaplash amaliyot qo'rasiz va bu narsa shakllanadi. Misol uchun 5-6 marta telefon qilganda sotish kerak. O'zi odatda shunaqa sotiladi. Bu hamma narsa o'qib o'rganiladigan narsa. Shuning uchun kimdir sotuvni o'rganmoqchi bo'lsa, pastda link qoldiramiz. Link yozsanglar, xudo xohlasa, bizning ustozlar yoki mutaxassislar sizlarga telefon qilib, o'zi qanchalik sizlarga sotuv to'g'ri keladi yoki qanchalik sizlarga bizning dastur kerak, shu haqida to'liq ma'lumot berishadi. Bitta asosiy bo'lgan narsani esdan chiqarmanglar. Sotuv ko'p holatda sotuvchining o'zini harakatiga bog'liq. Shuning uchun sizlar klientni tashlab qo'ymay, oxirigacha olib borsanglar, odatda sotuvingiz juda ham yaxshi bo'ladi. Agar sotuvni, umuman bu sohani kasb sifatida chuqurroq o'rganmoqchi bo'lsanglar, unda Hunter Academy'ga obuna bo'lishingiz sizlardan chiqmasin. Salomat bo'ling.